Ayoldan so'rashdi: "Sizningcha, haqiqiy er kim?" Ayol javob berdi: "Jerkiyvermay, chiroyli nasihat qiladigan, titkilayvermay, ishonadigan, yig'latavermay, kuldiradigan, oyoq osti qilavermay, boshiga ko'taradigan, itoatni qadrlaydigan, ibodatni sevadigan, suyansa bo'ladigan, haromdan hazar qiladigan, Robbisiga bandalikda ahli ayolini ham ergashtira olgan er haqiqiy erdir", deya javob beribdi. Ayoldan so'rashdi: "Sizningcha, haqiqiy er kim?" Ayol javob berdi: "Jerkiyvermay, chiroyli nasihat qiladigan, titkilayvermay, ishonadigan, yig'latavermay, kuldiradigan, oyoq osti qilavermay, boshiga ko'taradigan, itoatni qadrlaydigan, ibodatni sevadigan, suyansa bo'ladigan, haromdan hazar qiladigan, Robbisiga bandalikda ahli ayolini ham ergashtira olgan er haqiqiy erdir", deya javob beribdi.